Salom hammaga. Bugun seshanba. Angliyada soat 11 rovna. Qizim maktabiga borib keldim. Sport kuni edi bugun. Har yili Angliya sport kuni qiladi. Ota-onalar ham qatnashadi. Yugurdim. Suyalarim tushib ketdi. Keyin local magazinga kirdim. Bitta narsalar ko'tarib keldim. Ko'rsatmoqchi masalaga. Mana o'sha bitta chilab ko'rdim ham. Dubayskiy shokolad stilida qilingan anaqa ekan, keksik ekan. Такой. Особый sensasiyon. Asal oldim. Asalni уже shakar ichmaganimga 15 yil bo'lib ketdi-yu, asalga almashtirdim. Kofe ichamanmi, choy ichamanmi? Asal solaman. Keyin nima topdim qaranglar. Anchadan beri qidiryotdim shu narsalarni. Topganlarim постоянно cho'chqa anaqasidan, jelatinidan qilingan bo'ladi. Bunisi mol jelatinidan, mol anaqasi suya iliklaridan qilingan jelatindan ekan. Hozir yeb ko'rmoqchiman. Anchadan beri mazasini, har mukbang videosini ko'rsam, koreyslar, xitoylar shuni yeydi-da. Odam ishtahlarini kelib, so'laylarini oqizib, qaysini yeb ko'ramiz. Yer sharini yeb ko'ramiz. Niyatimizga yetib beraylik. Yer sharini hamma joyini aylanib chiqaylik. Voh. Bobli gumjivachkasini hidi kelyapti. Hozir oddiy anaqa Bobli gumjivachkasi. Uchun jelatini bor ekan. Hechkim shirin men uchun. Juda shakari ko'p. Hozir kofe qilaman o'zim. Kimda planda nima? Bugun menda uyda dam olish. Bugun anaqa xolodilnik zakaz qilgan edik. Xolodilnikimiz kelish kerak, shunga uydan o'tiraman. Poylab kofe, kollagen ichaman bunaqa. Kollagen, kofe. Rastvorimый ichaman men. Anaqani toza beanslardan, urug'lardan qilingan maydalangan qornim og'ritadi nimagadir. Keyin anaqa aralashtiraman. Coffee mate bu anaqani qaymoni quritilgani. Oxirida asal solamiz. Asal. Bilmayman, shakar ichsam qornim og'ritadi.